Hammaga salom, sizlar bilan birgalikda Makrosim. Bugun sizlar bilan birgalikda biz parkour olami 3-chi qism. Mana bu mening Telegram kanalim. Iltimos obuna bo'lib qo'ying. To'g'ri yangi ochildi, lekin qanaqa video qo'yishimni shunga tashlab qo'yaman. Iltimos obuna bo'ling va videoni boshlaymiz. Hammaga salom bo'ldi. Bugun sizlar bilan Makrosim biz bu videoning davomi chiqdi. 4 ta like yig'dinglar. Malades. Mana shu videoni boshladik. O'tgan safar mana yerda o'tomodi biz bilmaydim nimagadir modda qaydagilar borgaga keyin o'sadi. Mana bilmadim. Videoga boshlaydik. Hop, mayli, nima bu yerga? Hop, qarab keyingisini yo, tarordi. Nimada turamiz biz hozir? Bariyerda, to'g'rimi? Bariyerda. Jonim qaraylar. Men tushungandayman derkandik. Mana tashi. Yo. Mayli. Bariyer. Va mana shu bariyerda bo'laman. Mayli. Bu to'g'ri topaman. Davay. Yo'q. Nega? Yo'q. Давай. Spicy meat. Yeah, boy. Давай. Ye? Hop, mana yerga men chiqdim deyli. Mana yerga chiqsam-chi. Keyin qayerga chiqaman? Ya sen aqldan ozdingmi? Sen mana yerga git. Chiqayli deyotgandim. Bu sal qiroqga chiqyapti. Oldingisidan ko'rinishdan oson. Olganim yo'qmi? Aldaysan Sardor. Nimaga birovni alding? Lekin qiyinda bar. Yo, nimaga? Xo'sh. Yo'q. Men o'sh qatta olmayman. Da. Xo'sh, parkour. Yomon ko'raman seni parkour desam noto'g'ri bo'ladi. Parkour baribir chiroyli. What the fuck? Chiroyli dema, to'g'ri. Endi oson bo'lsa hammaga yo'qaveradi. Lekin qiyin bo'lsa sal asab buziladi. Aldaysan Sardor deydi-ku. Saqadan bo'lmasin. Endi jal 5 emas-ku. Endi hop. Aytinglar, iltimos bolalar. Nimaga meni obuna bo'lmasa kuzatyapsizlar? Iltimos. Bizning 99 hazillashdim. Iltimos obuna bo'linglar. Obuna bo'lmasdan kuzatganlar ham bor. Shularga iltimos obuna bo'linglar deb qolamiz. O'tsam nima bo'lar ekan? Nima deb o'ylaysizlar? Menimcha bu yerga o'tish iloji yo'q. Gap balandorga osilvormaylik. Yo, mayo. Got him. Biling bola. Bilyard deydi. Yo'q. Yo. What the fuck? What the fuck?
Конечно, mana yerga. Конечно, mana yerga. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Yo, sal qoldi. Yo, Hali o'shancha qilganimni ko'rtinglar. O'shancha qilganimni ko'rtinglar. oh my yo. Boshdan o'tishga qarab o'zim sizlarga xabar berarman. Vallah. Charchab ketdim. Mana yerda ish qilib o'taydi. Hech bo'lmasa shu yerdan o'tdim. Yo, juda ham qiynalib ketdim. Ekranda juda ham ko'p turdim. Voy xudoyim. Yo, hali yana bor ekan. Endi qayerga? Juda charchab ketdim. Bu juda ham ishoninglar. O'zi ham charchab ketdim-da. Yo, savol. Endi qayerga? Savol. Hozir nima? Sizlar ustimdan kulyapsizlarmi? Yo! Meni ustimdan kulyapsizlarmi? Nima? Mana yerga qo'yib qo'ysalaring nima bo'ladi? Shunday qilib qiyin qilish shartmi? Yo. O'zbekiston buyuk davlat. O'zbekistonni alishmasman boshqa jahonga. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. Yo'q. Oh my yo. Endi boshqatda o'taman. Mayli, o'zim sizlarga xabar ber. Va nihoyat. Odamlarni qancha kutdim. Qo'llarim charchab ketdi. Yo, nima bo'ldi? Telefon qo'limdan tushib ketdi. Ajibsizlar. Juda ham charchab ketdim. Mayli. Yana yiqilib tushmasam bo'ldi. Endi mana to'xtab qolganda e'tibor berganmiz. Hal bu yerda yana narvon bormidi? Yo, what the fuck? Men yo'q deb o'ylaman. Xo'p, endi qayerga? Bu yerda o'tishsam qiyinroq. Endi qayerga? Doimgidek qiyin. Yana shu yerga. Endi qayerga? Nima? Sizlar meni ustimdan kulyapsizlarmi? Men mana shu yerdan o'ta oladi deb o'ylaysizlarmi? Muncha bu yer qiyin. Yo, what the fuck? Sizlar tasavvur qilolmaysizlar qanchadan beri bu yerda chiqyapman. Yo, mayli. Shu yerda to'xtaganda e'tibor bering. Eshiklarda bo'lsa axir bir sekunddan bo'lmadi sizlarga. Iltimos, meni shu ancha qiynalganlarimni narsa qilinglar, qadrlasanglar, albatta like bosinglar, iltimos. Shu mehnatga like bos arziydi. Iltimos, like bosinglar. Juda ham qiynalib ketdim men bu yerdan necha soatdan beri o'tolmayapman. Yo'q, yana yiqilib tushdim. Mayli. Bo'lmasa qancha ana shu yerga o'tsam o'zim sizlarga xabar beraman. Iltimos like va obuna bosib qo'yinglar. Nihoyat men bu yerda o'tdim desam ham bo'ladi. Shu joyda stop. Iltimos. Meni obuna bo'lmasdan kuzatgan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'ling va like bosing. Jo'natib do'stlaringizni jo'natib qo'ying. Videoga qaytamiz. Tepaligini qaranglar. Eng qiynalganim shu yer bo'ldi menimcha. Menimcha emas, aniq. Sordim. Ana, nihoyat. Xo'p, mana yerga nihoyat o'taman. Xudoyimga shukr desam, qalb bu yerda parkurlar tiqilayotibdi. Ana yerni ko'rmay qo'rqib ketyapman.
Yo, mana endi o'tishlar bormikin, tavakkal qilaymikin, qilmaymikin, bilolmadim endi. Mayli, tavakkal qilamiz. Tavakkal qilib qo'yaylik. Deb tavakkal qildim. Yaxshi, mana yerda namoz bor ekan. Bo'lmasa aniq o'lib ketardim. Qani yana bir marta tavakkal qilib qo'yay. Da! Yo! What the fuck? Yo'q, bu yerda o'tishlar yo'q. Aniq. Mana yerda stage o'tlaydi. Yaxshi. Sen qo'tyapti, o'yin emas, telefona mas. Yo! You said that you could let it go, and I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know. But you didn't have to cut me off. Make out like it never happened the way we were. Yo, nihoyat men bu yerdan o'tguncha ko'ngllarim aynib ketdi. Yo, mayli. Qancha qiynalganman. Yana bir marta stop shu joyda. Iltimos obuna bo'ling. Meni obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar ko'p. 3 soatcha vaqtim ketdi. Montaj, preview, qolgan narsalar va balobatlar video yuklash. Iltimos sizlardan ozgina vaqt ketadi-ku, obuna va like. Iltimos yangilar obuna bo'ling. Obuna bo'lganlar uchun rahmat. Videoga qaytamiz. Past qaraylik, ko'rinmay ham ketgan даже. Va nihoyat o'tdim. Har ehtimolga qarshi yana botlarcha tushib ketmay. Nihoyat bu damlarni uzoq kutdim. Bir yarim deyman, 4,5 soatdan beri o'lyapman desam hazillashganman ama. Hazillashdim. 4,5 soat bo'lmasa ham bo'pti, tan olaman bo'pti. 2,5 soat sarfladim. Men bilasizmi, parkour ustasiman. Nihoyat men yutdim. Sen yutding deyapti, meni olmoslarim. Meni almazlarim. Did you feel all this? Yo, Maya, men endi ozodman, lekin yana mana yerdagi narsalarni disklarni o'chirib chiqib qolibdi. Play again deyapti. Yana o'ynashni xohlaysan? Yo'q, xohlamayman. Hammalarga dushi tomosha uchun rahmat. Sizlar bilan ko'rishib beast bo'ldi. Iltimos kanalga like va obuna bosib qo'yinglar. Men narvonlardan juda ko'p qiynalib bo'lsa ham o'tdim sizlar uchun. Sizlar like va obuna uchun, obunalar uchun bitta tugmacham bosib qo'yish qiyinmi, bolalar? Mana yerda sunduq bormi? Aytganimda iltimos bolalar, like bosinglar, narvonlar eng qiynalgan shunlardan bitta like bosib qo'yinglar bo'ldi va obuna ham ortiqchalik qilmaydi. Iltimos. Thank for playing. O'ynaganingiz uchun rahmat deyapti. Albatta senga ham rahmat shu modni chiqarganing uchun. Iltimos like bosinglar. Bitta like arzimaymizmi? Aytinglar bolalar. Bitta like arzimaymizmi? Qayoqqa? Xayr, sizlar bilan crossing baseball. Iltimos obuna va like bosinglar.